qadirli görmən dostlar, görüp atqanыңlar, Elçi programımızın Turpan'da suratga ilinib atqan yana bir yeni sani. Biz Turpan'a kelgəndən bu yan xəbər tepib Elçi programımızı tizimlatqan, hatta başqa jurtlardan atayın Turpan'a sayohat kelgəş, həm şu Elçi üçünlük kelgəş Elçi səhnimizə çıxqan yaşlar bilan tanışıb çıxıbatdımız. Cüp-cüp düşüb atqanlarga guvohchi bo'lib atdimiz. Öz haqqida o'ylanib kelayotganlarning hikoyasiga ham o'rtoqlashyapmiz. Programmamizni o'zgacha tantiqlari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Cho'ng Ustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga oldi. Programmamizni chach asrash, chash yuz sohasida Bayroqtar korxona o'rnini saqlab kelayotgan Xinjiang Al-Xumar mablag' silish savdo cheklanish shirkati alohida talab qildi. Xinjiang Fasil Xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'ldi. Programmamizni Xinjiang Kamera madaniyat tarqiqish cheklanish shirkati ajri bilan ishladi. Qaynamsa, men ustozlarni tanishtirib o'tay. Subi advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi pishqan tajribali qobil advokat, Abdunum rayonluq ayollar birlashmasi mutaxassislar ambarga tizimlik kirgizilgan mutaxassis Fatigul Abduqodir. Qarshalimiz Fatigulada san'atkorimiz bizning Turpan bekitida suratga ilinayotgan Elçi programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan Sami Osman aka. Sami aka qarshalimiz. Sirdishimiz, mungdishimiz, do'stimiz Ali Qurban. Qarshalimiz Ali. Qanondaqda bugun sahnaga tunji bo'lib chiqqan yigit qaysi qizlar bilan sahnada uchrashishni xohlaydi ekan? Qani, sahnaga marhamat. Tetit sohasidagi sarka mahsulot Cho'ng Ustam tetit-qulari shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan Cho'ng Ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dona mashina mukofotini aqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng Ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elçi programmamizni chach asrash yuyish mahsulotlari jihatdagi Bayroqtar korxona Xinjiang Al-Xumar mablag' selish cheklanish shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Fasil Xalqaro savdo cheklanish shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Qani, Cho'ng Ustamning samovar cho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh o'xshab qolsin. Vah, haqiqatan bek o'xshabdi. Ta'mi o'zgacha, yemak-ichmak odatimizga moslashgan, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu Cho'ng Ustam tetit qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anlasam Cho'ng Ustam tetit qo'llaridan mashina oltin uzuk degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shunga men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng Ustamdan sizga omad kelgisi kelsa, mana shunday oddiy ish. Xaltining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakrabli chiqadi. Vah, qaranglar rostla. Rostkan, bizni hech baqayli. Ha, mashina. Biraz maşın çıktı. Cho'ng Ustam tetit qo'llarining she'rin lazzatidan hozirlangash, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib oling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim Cho'ng Ustamdan katta omad bor. Cho'ng Ustam samovar tetit qo'li. Cho'ng Ustam. Mana Dilbirim keldi. Qahvarang romantika ve muhabbatning belgisi. Qararang büyüklük ve yüksek cezbidir. Sözlerang xasligingizni bayon qilib, tenha güzelligingizni so'zlaydi. Matarangdan hayatning güzelligi ve ümit balqib turadi. Qizlarangda sho'xliq ve qizg'in yoshlik sevgisi ayon. Dilbirim 5 xil ranglik chash bo'yiqi güzel yoshlikning rangdor chechaklaridir. Dilbirim. Yaxshimi xonim? Yaxshimisiz? Qani. Qarshalimiz siz bilan sal turib asralashayli, sizning kasbingiz, qiziqishingiz, turmushga bo'lgan pozitsiyangizni yil o'zingizdan anglayli. Qani, sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Siz o'zingiz sahnaga chiqib ko'rishni xohlaydigan qizlardan 10 nafarni tanlang. Talab bo'ldingizmi? Bo'ldimsa, biz sizni hili saqlaymiz. Qani, qizlar, sahnaga marhamat. Salom qizlar, xush kelibsizlar. Turpan bekitida mana sizlar bilan didarlashdik, ko'rishdik, tanishdik. Endi sizlarning yana qanchasan bizga hamroh bo'lib sahnada turdig'inglar bizga noma'lum. Lekin o'zinglarning baxtinglarni tepib sahnamizdan xushal-xuram ayrilsanglar, biz ishlagan xizmatimizdan xushal bo'lamiz, rozi bo'lamiz. Undaqda bugun sizlarni maxsus ko'rish uchun kelgan, sizlar bilan paranglashishni arzulagan yigit
Zadi kim bo'ldi ekan? Ekran qaraylik. Yaxşımısılar köpçülük. Hammalarning mush vaqti tilimi xayrli bo'lsin. Men Xotan, güzel Xotan diyaridan kelgan Süleyman Ahmad bo'laman. Men bu yil 36 yosh. Kasbim bo'lsa kebabchi. Men to'y qilib ajrashib ketgan. Kelishki maqsadim bo'lsa, men bilan japadimi, halovatdimi, birga davomli birga mang'alaydigan yaxshi jo'ramni tepish uchun asahimiz kelgan. Yaxşımısızlar, hürmetli ustozlar, yaxşımısızlar, Gülçay hanım kızlar. Hem naq meydandagi barliq tomoshabinlar, ko'rmanlar, hem ekran oldidagi barliq azizlar, hammanglarning mush vaqtinglar to'liq xayrlik, ham xotirjamlik ichida bo'lsin. Men Xotan diyoridan kelgan Süleyman Ahmaddan hammanglarga mehrlik salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Men o'zim kebabchi. Süleyman, ilgir turmushlik bo'lganmidingiz? Turmushlik bo'lgan. Necha qaytim? Bir qatim. Bir qaytim. Farzandingiz bormi? Bor. Nechisi bor? Birisi. Birisi bor. Bola sizdimi, anasidimi? Bola menda. Necha kirdi? 14 kirdi. 14 yoshga. Demak, siz o'zingizga umrlik jo'ra ham bolangizga bir mehribon ona izlab yetibsiz. Dal to'g'ri. Bizning sahnamizdan chiqishga ishonchingiz bormi? Hozir buni o'qimayman, lekin Tirishib baqaylik. tirishib baqalar herhalde. Bo'ldi. Qani qizlar, herhalde sizlarga xeyli ochiq oshkor bo'ldi ya. Bir qatim turmushlik bo'libdi, farzandi bor ekan, hozir kebabchilik kasbi bilan shug'ullanib yetibdi. Mening endi qizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan maslaga asak, men 21 yoshimda to'y qildim. Bu 11-oyda ajrashib ketdim. Qancha yil? 14 yil bo'lgan. 14 yil bo'lganda ayrilib ketdinglar. Mana bir qanotim sinib ketdi desak bo'ladi. Ailemga kuyunadigan, kuyimchan, menga mehribon menga bo'lgan, bolamga ham bundan keyingi bolalarimga loyiqli ona bo'la oladigan, samimiy oq ko'ngil, yana qalbi bilan dili birdak bo'lgan, ko'ngli yaxshi. Jo'ra izlab chiqdingizmi? Men bilan japadimi, halovatdimi birga bo'la oladigan, umrimning oxirida men bilan birga mang'alaydigan yaxshi bir hamroh izlab keldim. Endi sizning turmushingizga cho'kaylik biz. Chunki biz amaliy masalani hal qilaylik. Sizning hozir do'stlardan, atrofingizdagilardan, shu o'zingiz yashayotgan muhitdan shundoq minnatdor bo'lgan holtingizni his qilib turibdimiz. Biz suyundik. Süleyman, farzandingiz o'g'ilmi, qizmi? Qiz. Qiz. Qizingiz sizning mush sahnaga keldigingizni uqqandi. Bolamga demedim. Demedingizmi? Demedim. Balangiz elchini ko'rib, sizning mush sahnaga jo'r izlab chiqqaningizni uqsa, sizcha qanday tuyg'u bo'lar? Men bolamga buni to'g'ri tushundigan buni ilgaristaman. Buningdan burun siz bu vaqtdagi orzuyingizni bayon qilib baqqan. Qizingiz nima degan? Balam asosiyatdan o qanday gap qilmadi. Qo'shilamdi. Qo'shiladi, albatta qo'shiladi. Apsi bilan izdishamdi. Izdishdi. Undaqda siz agar sizga o'xshash turmushda bir qatim zarba yegan farzandi bor, birasiga uchirsangiz, o'rtoqlashishni xohlamsiz? Albatta. Bo'ldi, qizlar. Endi sizlar savol so'rasanglar, o'zaro tushunish hosil qilsanglar bo'ladi. Süleyman, siz so'rasangiz ham bo'ladi. Qizlarning hammasini o'rtoq bir savol qo'ysam. Hamma shu baxtlik bo'ldi, baxtlik qildi. Baxtli yashayman, baxtli turmush quraman deb hammamizning og'zida shu gap, ham shu o'y, shu xayolda. Endi bu baxt deganni zodi nereden izlaymiz, yoki nereden topamiz? Baxtning o'zi hozir desak nerede? Ashunga qanday javob berdi? Ashuni bir. Baxt nerede? Agar u baxt hozir zodi nerede degan savolingiz bo'lsa, dal sog'lom bo'lgan tiningizda. Sizda mavjud. To'g'ri. Mana bu hayotingizdagi eng zo'r baxt. To'g'ri. Meningcha olganda baxt o'zingizning qo'lida. Ham ishqinglarningki, yana bir taraf bilan ishqinglarningki o'rtaq birlashishi, butun fikringlar birga kelishi bilan bir baxt qurilib chiqadi. Bu baxt hammamizning o'zimizning qo'lida.
Mening ko'z qarashim bo'lsa, baxt degan shu bir odamning o'ylagani bilan yana qarshi tarafning ikkisining o'ylagan mudda nishoni o'xshash bo'lsa, shuning qarab tirishsa, bir-birisi uchun yar yo'lak bo'lsa, shu o'z bir baxt. Aka yaxshimi? Baxtingiz bo'lsa, sizdan sog'lom bir qizingiz yoningizda bakka. Ayollar siz bilan tan sizga hamroh bo'lib, saq yashayotibdi. Mana bu sizdan baxtingiz aka. Shu. Yaxshimi? Baxt degan mana men so'zlayotgan o'zi menga nisbatan bir baxt. Men so'zlayalayman, mang'alayman, ko'ralayman. Buning hammasi baxt. Mening nazarimdagi baxt, o qandaqda uning qalbi yo'q, o'lchimi yo'q. Mening nazarimdagi baxt, qandaqda sizning yuz muskullaringizning yordamida saxt kulki emas, ichingizdan qinib kulasiz, uning shakli bo'lmaydi. Har qanday vaqt o'zingizni qo'yib etib kuladingiz, ana shu baxt. Rahmat. Xotirjamlik turmush shu baxt deb his qilaman o'zimcha. Tan sog'lomlik shu baxt deb o'ylayman shu. Demak, qizlarningki fikrni yig'ib aytganimizda bir yegirak jam bo'lyotdi va xotirjamlik, nishoni bo'lish, tirishish, bir-biriga yar yo'lak bo'lish, ichidan haqiqiy kulishning o'zi baxt deyotdi. Sizchi-chu? Baxt nada? Baxt degan har birimizning ko'z oldidagi shu ko'ngil ozodchilik bo'lg'ida men uchun eng zo'r baxt deb o'ylayman. Ali Sulaymon mush yishida, hozirgi turmushida sahnaga chiqib, baxtdan so'z ichib, eng oldi bilan baxtga bo'lgan o'lchamni bilib yiqishi, o'zining baxtga bo'lgan tushanchisini o'tirib qo'yishida sizcha alayda bir sabab bormi? Shunda, endi odamlar 5 qatlamda yashaydi ong jihatdan-chu. Endi asosiy eng oddiy qatlamdagi odamlar asosiyatdan hayot to'g'risida hech nimani o'ylamaydi. Ular faqat ishlaydi, ishdan tushadi, pul topadi, bola og'idi, endi bularning qalbini asosiyatdan andisha, qo'rqish, ansirash chirmaydi. Bu narsani tugutish uchun har xil narsaga erishish orqali shuni yo'qtiman deb qaraydi. Ham ikkinchi ong qatlamidagi odamlarda hayot to'g'risida savol paydo bo'ldi. Bu odamlar ko'pincha hayotda ma'lum bir krizis uchragandan keyin, masalan, yaqin adimi vafot etib qolsa yoki ma'lum bir ofat uchrab qolganda, uningda men nimcha yashayman degan savollar paydo bo'lgandan keyin bayatdan Sulaymon degandek baxt degan zot nima degan hammadan doim tilga oladigan, ammo u zot nima deb o'ylanib boqmagan bunday savollarni ikkinchi qatlam so'raydi. Demak, Sulaymonning bu savol so'rashining o'zi hayotida shunday bir cho'ng bir o'zgarishning bo'lganligidan anandan keyin shakllangan o'y. Hamda bayatdan qizchaqlarning har xil javoblarni berdi. Garchi ifodalagan so'z iboralar o'xshash bo'lmayotgan bilan mutabir, ya'ni xotirjamlik degan birli so'zga yig'iladi. Rost, baxt degan nimasi xotirjamlik. Biroq bu yerda yana bir masala bor. Xotirjamlik degan nima, u nerdan keldi degan yana bir savol bu yerda ulinib chiqadi. Biz faqat xotirjamlik deyish orqali baxtning bir ma'noda so'zini deyapmiz. Ammo u nerdan keldi degan savolga yanla bu yerda hech kim taxay uni javob bermaydi. Chunki bu yerda xotirjamlik, unda u nerdan keldi degan vaqt yana bu qizchaqlarda taxay u narsani tepish imkoniyati ham yo'q degan gap. Ondan bu xotirjamlik degan qanday narsa? Bu nerdan keldi deydigan bir narsa bo'ldi. Bu degan bak cho'ng falsafiy bir savol. Buningga odamlar emas, azaldan falsafa mush usti qurilgan. Ya'ni xotirjamlik degan zotning qayerdan keldi, qanday bo'lganda odam xotirjam bo'ldi. Ba'zi odamlar pul bo'lganda xotirjam bo'ldi deganni o'ziga e'tiqod qilib yashaydi. Natijada ular nurg'un pul topadi, ammo pul topgandan keyin ular xotirjamlikka erisholmaydi. Ular umidsizlandi. Ya'ni ba'zi odamlar bayatdan qizchaqlik degandek birisini yaxshi ko'radigan hamroga eris xotirjam bo'ldi deb shuning uchun intiladi, shu narsaga shu o'zi o'ylagan baxt uchun kurash qiladi, unga erishadi, ammo yana xotirjamlikka erisholmaydi, umidsizlandi. Yana bir turkum odamlar sog'lomlikdan keldi deb qaraydi. Sog'lomlik uchun intildi, ammo sog'lomlikni siz mangu erisholmaysiz. Faqat sog'lom bo'lmaslikni oxir surimiz. Chunki vaqt, qerish, o'lim u degan u tabiiy odamning kasalchirmish faqat vaqt masalasi yo'q xolos. Uningda odamlar umidsizlangan. Ya'ni shunga nəhayət bir qism odamlarla baxtning, xotirjamlikning nerdan kelganligini topgan. Mush sabablik o'ginimiz, bilim elish, aql farosatlarning hammasi dal mush narsani to'g'risida izlashga qartilgan narsa. Shuningdek bilim erishish, aql, farosat deganlarning hammasi amaliyotda odamlar xato usulda
erişimen deb erişemeydigan yolni to'g'ri usulda ko'rsatganni biz bilim deymiz. Shunga bilim odamni yo'rtidi, bilim odamni xotirjam qildi deb qaraymiz. Sulayman, hozir biz Alining tetimliq so'zlarini angladik. Endi siz 10 nafar qiz bor sahnada hozir. O'sha 10 nafar qizlardan sizga o'xshash turmushda zarbiga uchraganlarni bilib boqingiz bormi? Masalan, to'y qilib ajrashib ketganlarni bilib boqingiz bormi? Yoki bo'lmasa, to'y qilmagan qizlar bilan ko'proq paranglashsam, hammasi bilan o'rtoqlashsam degingiz bormi? Mayli. Qaysi bilan o'rtoqlashsak bo'laveradi. Qizlar dadillik bilan o'tirib qo'yib beqinglar. Turmush tajribasi bor, ya'ni to'y qilib ajrashgan qizlar. Ro'shangul, Aygul, sizning farzandingiz bormi? Necha yoshga kirdi? 12 yoshga kirdi, bir o'g'lingiz bor. Ro'shangul, sizning-chi? 8 yoshga kirgan bir o'g'lingiz bor. Ajrashib ketganligini e'tirof qilib, farzandi borligini e'tirof qilishning o'zi elchi programmamizga zo'r ilgirlash. Bundan burungi sonlarda biz gerçi nurg'un mehmonlarni kutib olib, rejissyorlar qatlam xizmatchi xodimlar ular bilan paranglashib jarayonda amaliy ahvolni toza degisi kelmagan ishlarmi bo'lgan. Biz shaxsning siriga, oiladagi ishlarga hurmat qilish uchun ba'zi bir ishlarni o'tirg'i chiqarmagan, lekin amaliy ishlanayotgan elchiga nisbatan bizning tomoshabinlarga to'g'ri javobni berishimiz uchun ko'pchilikning moslashishi pek muhim bo'layotgan edi. Mana bugun biz Turpanda suratga ilinayotgan sonimizda 3 nafar xonim bizga aytib yaxshi moslashib berdi. Dadillik bilan ajrashdim, farzandim bor dedi. Rahmat sizlarga. Mana Sulayman, hozir Ro'shangul, Aygul, Ayisha uchaylan o'zining turmushda bir qatimda zarb yeganligini aytib o'tdi. Siz mushulardan, uchaylandan ma'lum bir savolni so'rasangiz bo'ladi. Chunki o'xshash bir o'rtaqlik bor bu yerda. Siz oilada necha bola? Bizning oilada 5 bola qoldik hozir. Men 4-chisi. To'y qilib ajrashgan, To'y qilib ajrashganda-da? To'y qilib ajrashgan. O'zingiz qayerdan bo'lasiz? Turpan, Shinchang degan yerdan. Siz Xotan nereden? Xotan, Chiridan. Chiridan. 6-numurlik qilsak. İsmingiz nima? İsmim Ro'shangul. Ro'shangulmi? Turmushda qandaq erlarni bakroq to'g'ri ko'rasiz, to'g'ri tanlaysiz. Men oliy maktab o'quvchisi, Shinjang universiteti fizik fakultetini bitirgan, to'liq kurs madaniyat saviyasi ega. Aningdan oila tarbiyasiga intayin qattiq talab qo'yamiz. Cho'qim men oylik oq ko'rinishini, madaniyat saviyasini, mushtiyalardan cho'qim qattiq talab qo'yishim kerak deb o'ylayman. Endi mening burungi yo'ldoshim, yana balamning otasi boshqalarning nazaridagi bir munavvar, layoqatli er. Chunki meni urib baxmadi, ya tillab baxmadi, ammo yana nurg'un masalalar yana mavjud. Shunga insonning madaniyat qarashi, madaniyat saviyasi, dunyo qarashi haqiqatan pek muhim. Shunga men bu shart to'shmagan erni men tanlamayman. Yaxshimisiz Ayşe? Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz qayerdan? Urumchidan. Sizmi necha bola oila? 5. Cho'ngmi yo o'rtangizmi yo kichigimi? 4-chisi. Navada siz bu mayli men bo'layman, boshqalar bo'lmasam, Xotan tarafga, yana Janubiy Shinjang tarafga to'y qilib berishga qo'shilamsiz? Yo'q. Bo'lmamda. Bo'lmaydi. Bo'ldi, savol so'ramayapsiz. Sizning madaniyat saviyangiz haqida ozroq ma'lumot ega bo'laylik. Boshlang'ich 4-sinf ajab chiqdi. Kasallik sababidan maktabga bora olmay. O'qib, kasallik sababidan qayta o'qishni davomlashtira olmay, hozir qavobchilik bilan shug'ullanyapsiz. To'xtab qolgan. To'xtab qolgan. Qarang Sulayman, biz endi programmamizni boshlab, mana hozir ozroq qadam bosqichlarini tamomladik. Ya'ni sizning oilangiz, hozir ahvolingiz haqida nisbatan tushunchaga ega bo'ldik. Sizning taqdiringizni qizlar ko'rdi. Siz haqida ozroq tushunchaga ega bo'lgandan keyin endi qizlarni chiroqni o'chirish yoki saqlab qolish bosqichiga kirishiga yo'l qo'yaman. Kishilarning farqi ularning nimalarni orzu qilganligida. O'zingdan olqishing uchun bor kuchingni chiqar. Bir bo'lg'uning yetarli emas, texmi ko'p bo'lg'uning afzal.
Teyze. Asıl içimligi. Qo'l tutishqanlarga qiz mehmonga Şinjan Berginaz xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan oltin uzuk. O'g'il mehmonga Shoxlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan Sanshin markali gaz o'choq sovg'a qilinadi. Agarda programma guruhimizga o'ylanish xatim ta'minlab berilsa, Şinjan Pasl xalqaro savdo cheklik shirkati bir juplaning sayyoh Şirnay sayohatining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Elchi programmamizdagi qo'l tutishgan, to'y qilgan qiz yigitlarni Shoxlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati Sanshin markasidagi oila elektr saymonlari bilan ta'minlaydi. Programma oxirida chiroyli qizlarimizga Şinjan Berginaz xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Berginaz markasidagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. Kamera kino apchig'i nechiz minglagan abon chig'ilgan kinolar jamgohi. Qo'lingizda yanfili bo'ladigan xuddi rivoyatlardagi jahannama aynigidek xilma-xil rangdar mazmunlar ko'z oldingizda namoyon bo'lib, turmushingizga o'zgacha ma'nolarni qo'shib, sizni olamcha xushal qiladi. Kamera kino apchig'i. Qizlar, qaror qilsanglar bo'ldi. Sulayman, hammanglardan o'rtaq bir savol, ya'ni oilada sizlar necha bola deganga bakrak qiziqdingiz. Siz oilada necha bola? Men 7 bola. 7 bola. Siz nechinchisi? Men 6-chisi. Siz urug' tuqqanlik bo'lishni yaxshi ko'ramsiz yoki oilada farzand ozroq bo'lishni yaxshi ko'ramdingiz? Imkoniyat bo'lsa ko'proq farzandim bo'lsa deb o'yladim, lekin afsus, hozir kelishmaslik vaqt ajrashib ketib qoldi. Bu programma dal shu mening yolg'iz qolganimni ko'rganda e'lon shunday bir udildi. Men kuchli ishlangandekdan, ha? Bu shu 7-oyda ko'rdim, tunji 6-san chiqib ketgan ishtirokni ko'rdim. Shadi ko'rdim. Voy, nimaga yaxshi bo'ldi. O'zimizga o'sha turamay ketdim. Ko'rgandan boshlab hozircha qatnashish istigida bo'ldingiz. Demak, mush elchini ko'rib, shu 1 yil jarayonida sirtdan loyiq tepishdak arzunim qilib baxmadingizmi? Cho'qim elchiga kelib topaman deb o'yladingizmi? Yo'q, undaq emas. Undaq emas. Mahallamdami to'xtamay izlanib turib, yaqinlarim. Izlanib turib. Ha. Yaqinlarim. Muvafiq nomzod bormi? Hozir yo'q shu. Hozircha yo'q. Shunga elchiga keldingiz. Taraf-tarafga shunday bir izlanib baqay. Afsus 1 yil kutib programmamizga chiqqan damlarda siz yaxshi javob erishamay qoldingiz. Qizlarning ham chiroqni o'chirib yetish erkinligi bo'ladi. Mayli. Shundaqmi? Siz nima sababdan o'chirib atganligiga qiziqamsiz yoki bo'ldimi? Hem Sulayman birisi hem de Xuten çırı ken, yana birisi hem de Sulayman'ın 14 yaş kızı var iken, her xil sebepler var. Şun bazı mayırlar gerçi Sulayman'ı özünü, şahsını yaxşı görgen bilen, bu şahsının mı hem de etrafında bir muncha muhiti bo'lgandikan, muhitini yaxshi ko'rmadi. Shu sababli chiroqni o'chirdi deb qaraymiz Sulayman. Hem de bu sahna orqali siz yana nurg'unlagan sizdek bir odamni izlayotgan nurg'un qizchaqlar bor. Ular bilan taqdiringiz nada bo'ladi? Ularning bizga noma'lum, ammo bizga ma'lum bo'lgani sizning bu sahna chiqqaningizning o'zi mening uchun mening nazarimda nishon qarab bir qatim yiqilganlik deb qarayman. Keyingi hayotingiz texnik ko'ngilli bo'lsin, salomat bo'ling. İzleyen baxtingizni teping. Rahmat. Sulayman, hammamizning hayotda o'xshamaydigan vazifalarimiz bo'ldi. Siz ham bir dada, bir oilada 6 qarindosh ichidagi bir er. Undan boshqa yana o'zingizning ijtimoiy chambarida do'st, aka, ini, nurg'un vazifalaringiz bo'lgandek, har bir vazifangiz doirasida deydigan gapingiz o'xshamaydi. Minnatdorlik bildirish so'rini o'xshamaydi. Loyiq tepish so'rinda minnatdorlik so'zini yoniq qayirib turib, haqiqiy nishon bo'yicha mangamiz. Urug' tuqqanlar ichidagi choy suhbatlarda loyiq tepishning gapini yoniq qayirib qo'yib, urug' tuqqanlar ichidagi suhbatga cho'kimiz degandek, masalan, Fatugul odamning elchi programmasidagi asosliq vazifa nishoni nima bo'lyapti desangiz, ko'pchilikka qonundan savod so'zlash, naq savolga naq maydonda javob berish. Masalan, qarang. Fatugul odam qandaq vasiyat kuchga ega bo'lmaydi? Davlatimiz Ahlak Qonun Dasturining 1143-moddasida haqlab harakat iqtidori yo'qlar yoki haqlab harakat iqtidori cheklanganlarningki qoldirgan vasiyati
kuchga bo'lmaydi. Vasiyatda vasiyat qoldiruvchidan haqiqiy maqsad ifodasi aniq ifodalanishi kerak deb belgilangan. Ondan boshqa hamda shu tahdid ostida aldash, qaymoqtirish ostida qoldirilgan vasiyat. Shundaqla o'ydirib chiqarilgan vasiyatmi qonun kuchga bo'lmaydi. Vasiyatning mazmunini o'zgartirib etgan bo'lsa, mazmuni o'zgarib ketgan vasiyat inovatsiz bo'ladi deb aniq belgilangan. Vasiyatnoma kuchga bo'lmagan ahvol ostida miros mol-mulk qonuniy varislik bo'yicha bartaraf qilinadi. Rahmat Fatihulada. Demak, Fatihuladan savolga udul javobini berdi. Ali psixik yo'nalishi bo'yicha qizlarning naq maydondagi kayfiyati, sizga o'xshash yigitlarning naq maydon kayfiyatini yig'ib agar naq javob berdi. Agar mush ikkaylan yoki Samikam uchaylan naq maydonda qandaqdir bir minnatdorlik tuyg'ulari, hissiyoti bilan tema taxlab ketib qolsa, biz ko'zlagan maqsaddan sal yiroqlashib ketganimizdek, kechiring siz tayyorlab kelgan minnatdorlik xitingizni o'qishga vaqt berolmay qoldik. Bizning to'g'ri tushuning. Allah, mayli. Tuyg'ularni ifodamoqchi bo'libsiz. Men bundan hargiz xafa olmayman. Bu hammasining o'zining tanlashi, bizning ixtiyor. Lekin bu qizlarning men shunaqa saqlab qolish hammasi u men cho'ng masala emas. Say deganday, mushunchalik bo'lsin didorlashib yuz ko'rishib, rahmat aytib, o'zaro ozroq bo'lsin bir tushuncha hosil qilishning bir g'animat-da. Cho'ng zo'r baxt, g'animat men uchun. Rahmat. Ben hele hem baxtlik. Ben bayağı baxtlik gibini açıp kaldım da aslapta. Ben baxtsiz olab kaldım. Ya ki ben baxt tapamay kaldım da soğallık emas. Qandaq to? Ay şoňa da bak jiq adamlar bunu şundaq bak murakkab o'ylab oladi. Murakkab tushunib qoladi. Shu say deganda shu oddiygina baxtning naligini topolmay qoldi. Şoňa qanday kim qaysi jihatdan naq dal javobni chiqardi deb shunga so'radim. Bu so'rag'ingiz to'g'ri. Chunki shundaq savollarni so'raymiz, o'rtaqlashimiz, fikr jihatda birdaklik hosil qilamiz, o'zimizga o'xshash tuyg'ularni izlaymiz deb kelimiz emasmi programmaga? Rahmat Samika. Sulayman bu saddana oq ko'ngil bola ekan bu. Yaxshi. O'zim yaxshimi bo'lar? Bizning go'zal qizlarimiz chiroqni o'chirib o'tganga hagiz afsuslanma. Yo'q. Abay degandek nurg'ulg'an baxt seni kutib turdi. Baxt degan insonning bir tuyg'usi bu. Ma'lum bir boyliqqa yoki mashinaga, imoratga bog'lab olsa bo'lmaydi-ku. Er ayol ikkisi bir oilani barpo qilib, birlikda baxt yaratadi. Demoqchiman. Rahmat. Rahmat. Sulayman, sizni quruq qo'l uzatgan bo'ldik. Safaringiz aqlliq bo'lsin. Xotanga borgandan keyin sodingiz texami gullab, ishlaringiz ro'naq topsin. Rahmat. Assalomu pat yaqinda, pat arada ko'nglingizdagi yaxshi loyihalarni topib turmushni qilib qo'yishlaringizni chindan umid qilaman. Sizlarga ko'p rahmat. Qizlarimiz sizga shu baxtni tilaydi. Rahmat, xayr xo'sh. Men sahnasiga o'zim bilan o'xshash shunday bir maqsad, bir niyatlik, yana oq ko'ngil shunday yaxshi bir jo'r izlab kelgandim. Afsus, ma'lum sabablar tufaylidan qizlar chaqni uchib o'tib qoldi. Men bundan hargiz afsuslanmayman, xafa bo'lmayman. Ilmi yaxshi ustozlar bilan didorlashib, yuz ko'rishib, fikrlashib, ularning qimmatli fikrlarini anglab hoş buldum, suyundim. Hem bunun ki turmuşumga umid bilan qarayman. Rahmat sizlarga. Sulayman sahnadan ayrıldı ya. Sulayman bizga o'zigacha bir aslimlarni qoldirib qo'ydi. Nurg'un yigitlar chiqdi. Hatto so'zlayolmay, xijolatchilikda nima deyishni uqmay sahnaga chiqib bo'lib, gapimni unutib qolgandim deb Manga jiqraq surat quzib, an so'rab beringada, man so'rab beringada degan ahvolga yo'liqimiz. Lekin Sulayman ko'proq minnatdorlik tuyg'ularini ifodalashga kuch sarf qilib qoldi.
Bu biz qadrlashga tegishli hissiyot yo'q, lekin elchida bo'lsa vaqtni ching tutib qizlar bilan ko'proq suhbat o'tkazib, o'zining orzusini, o'zining turmushga bo'lgan intilishini, navbatdagi ehtiyojini ko'proq bayon qilib, sizlarning ehtiyojinglarni anglab baqqan bo'lsa, texmi ma'nilik bo'ladi. Lekin biz Sulaymondan so'yindiq ishlarga utuq tilaymiz qizlar. Qani, tövandagi naqshini birlikda anglaylik. Birdam aram evilinglar. Qani, marhamat. ilk sahnamizga chiqadigan ikkinchi yigit qaysi qizlar bilan sahnada uchrashishni xohlaydi ekan? Marhamat. Gulginazim, Gulginaz, hamrohim sen qish ham yoz. Shundaq, seni har vaqt mehrim bilan esga olaman. Vujudim pokliqing, oqliqing bilan huzurlanadi. Sappaxtadan putilgan jisming ayollik latofatimga husn qo'shib, sog'lom va go'zal turmushga bo'lgan ishonchimni oshiradi. Pokizligingning ichiga mening go'zal yoshligim, ayollik jazbidorligim yo'shiringan. Sen bilan manzillarim go'zaldir, ey Gulginaz tozliq qog'ozi. Gulginaz tabiiy sappaxtalik tozliq qog'ozi. Kamera kino apchiqidan nodir mazmunlarni ko'rib, telefonning beshingizni ko'taramaganda, kutilmagan ishlarga uchraysiz. Tavsiyamiz atrofingizga obdan qarang.
Bo'lmasa uqishmaslik tufayli boshqalarga avarchilik deysiz. Komediya shu chaqda boshlandi. Kamera kino apchiqi. Salom bayramda qanday bo'lacaksizmi? Salom ustozlar. Ramazanның мұшат қайлы болсын. Қараңа, сәхне кейінді 20 нәпәр қыз сәхнеге çıkışını сақлавадыды. Lekin biz faqat 10 нәпәр қызға icazat berimiz. O'sha qizlardan kimlar sahnaga chiqib siz bilan suhbatlashsin? Maqis, Mahva. Biz onu çekib talan. Maqis. Maqis. Maqizim çıraqlıq duramın. Oldu mu? Valla. Undaq bolsa turdi. Biz yeni görüşəmdik. Qani çıraylı qızlar, səknik mərhəmət. Yəni yüz görüşdükmü? Sizlərni kim təklif qılıb, kim tanlab açıqanlığını bilganlar barmı? Ekran qaranglar. Mən kişilik həyatda alğa ilgirləş və tirishni özümge nişan qılıb keldim. Bir oğul bala bo'lgan ekan, cho'qim bir oilani beqish bilan birga ota-onamizni beqish mas'uliyatimizmi bor deb qarayman. Ham shu orzuyimning turtgisida bezashchilik kasbimda o'zimning markasini anga oldirdim. Uningdan sirt yana bir kasbim bo'lgan oshpazlik kasbimdanmi taraqqiy qilib xalqimizga yaxshi bir mulozimat qiladigan bir shirkat qurib chiqish uchun untinsiz tirishyapman. Qani turdi. Salam hayırlı. Salam ustozlar. Yaxshimsizlar? Salam güzel qizlar. Yaxshimsizlar? Turdi sahnega kulib chiqsa ziyon tatmaydi odam, ha? Sizning kulibda chiqqandingiz, atrofdagilar boshqa sizga kulib tezroq suhbatni boshlasak ekan deb qo'yadi. Mana qarab, endi o'sha sahnaga chiqib siz 10 nafar qizni taklif qilgan edingiz. O'shaning ichida siz sahnaga chiqibla yuragingizni jig'ida qilgan qaysi ekanligini bir chekib tanlang, qani. Men ko'may turay. Bo'ldimi? Bu şirket kurup rivojlantirish arzusida o'zining turmushini o'ylash bulamagandek turdi, ha, turdi. Shu ashish tanamdan vujud chiqarma deb qizlar to'liq muomala qilishmaganiki. Shundoq. Muhabbatlashib vaqt chiqmadi dan. Ha, shundoq raqsa. Yaxshimsiz. Yaxshimi, sizdan bir savol so'rab baqsam? So'rang. Mana shu qizlarning go'zalligi, masalan, qizlarning go'zalligi bo'lgan ko'z qarashingiz qanday? Sizga nisbatan qanday qizlar eng go'zal, eng chiroyli ko'rindi? Axloqli. O'zi uchuqroq bo'lsa, men aytgan go'zal ko'rindi, qaraman. Yana birisiga o'qigan qizlar. Meniki qizlar bo'lgan qo'ydigan talbimmi alqa men nemiz to'y qilmagan. Men o'zim to'y qilmagan emasmi? To'y qilmagan, endi yoshimiz 27 yoshdan kichikroq bo'lsa, yosh 27 yoshdan kichikroq. Siz o'zingiz 31 yosh. 31 yosh. Bo'yingizgacha 1.71 m. 1.71 m. Cho'qim sizdan paka bo'lish kerakmi? Paka bo'lmasmi? Men biltan olsun bulda. Yaxshimi, men so'rab qolsam. Siz uzunroq muhabbatlashmoqmanmi? Bunda desak, hammamizniki o'sha yerda turganlarniki yosh vaqtimiz muhabbat tariximiz bor deb qarayman meningcha. Sizdan bormi? Qancha qatim muhabbatlashib baqdingiz? 2 qatim.
Eng uzun bo'lgan vaqt qanchalik ko'rgan vaqtinglar? 2 yil. 2 yil. Unda siz shu yurmidinglar, ayrılib ketdinglar. Kelishamiz. Shimba. İki adam bir-birini to'g'ri tushungan chog'da anandan keyin qiziqish bilan avliki oldida qizlarga nisbatan anandan keyin muhabbat avliki hozir ama shu o'rganishni alg'a intilishni endi muxassasda men qizlarga qanchalik diqqat qilib ketolmaganligimdan hamda shu yosh kaptimi deymanmi? Juanshulik kasbida asas qaysi yo'nalni? Yağaççılık, sırçılık. Hammani qila olamsan. Hammani qilaman. Shogird va 3 shogirdim bor. Texnikam menga yaxshi bo'lganiga bolalarni ishinib, menga shogird bo'lib, mendan o'rganimiz deb kirib deymizmi? Ha, bo'ldi. O ishni shu Turpanda qilsa. Turpanda asosan. Uyingiz bormi? Bor. Pulingiz bormi? Nima bu? Pulingiz bormi, mashinangiz bormi? Bor. Ikkinchi savolim, masalan siz turpalik emas, boshqa qizlarni olib qolsangiz, u qizlar sizga "Mening yurtimga berib, men bilan tang tursa" desa, qanaqa qilasiz? Qo'shilmaysiz? Nimishqa? Hamda bir o'g'lol bo'lgan ekanmiz, hamda ota-onamiz beqib cho'ng qildi emasmi? Beqib cho'ng qilgandan keyin hamda meniki tashlab ketishining o'rni yo'q. Mo'shikamgacha mo'shunchalik holatlarni o'rganib qilishim hamda opamniki aslida turkisi bor chidab, uyning ishlarini qilib yo'q deganda hamda men uyucaq bo'lib tashlab satishga ketsam. Necha bola enimsiz? Biz 4 bola, 2 o'g'il, 2 qiz. Balaning nechinchisiz? 3-chi. 3-chi. Bu qitim topadigan mabdingizga qandayroq shartingiz bor? Asosan eng chong endi o'ylaydiganim axloqliq, madaniyatli bo'lsam, qog'inni o'zaro kelishib bo'ldi deyman. Bo'ldi, rahmat. Qizlar 27 yoshdan kichik bo'lgan, madaniyatlik, axloqliq, oila qarshi mustahkam bo'lgan qiz izlab kelgan turdi. Bo'yining egizligi, ya'ni bir sharti 1.65 dan 70 gacha bo'lgan oraliqda mana shunday shart bilan kelgan turdining shartini o'ylashib baqadiganlar bo'lsa, chiroqni saqlab qilib, men tushmaydi ekanman yoki bo'lmasa men toz maskanmaydi ekanman deganlar chiroqni o'chirasanglar bo'ldi. Tetit sohasidagi sarka mahsulot cho'ng ustam tamtetit qulari shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan cho'ng ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dona mashina mukofotini naqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elchi programmamizni charch asrash yuyish mahsulotlari jihatdagi bayroqdor korxona Xinjiang Al-Xumar mablag' selish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Xinjiang Kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati televiziya e'loni, televiziya programmasi, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Shirkatlarning tashviqot planini tuzish va LED ekranini ijaraga berish qatorliq turlar bilan shug'ullanadi. Agar yuqori turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Xinjiang Kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati. Mandaqa turdi. 5 qo'l tang emas bo'lganidek, sizning shartingizga butunlay uyg'un kelgan qiz desak, ya zavoddan yasig'il bo'lmaydi. Ya buyurtib akaga bo'lmaydi. Demak, bir yeri bo'lsa, bir yeri ozroq talab uyg'un kelmasa, endi bu turmush enim. Er bilan ayol bir-birini to'liqlaydigan ish emasmi? Kamchilik bo'lsa, siz ortiqchiligingiz bilan yani to'liqlaysiz. Sizning kam bo'lgan yani ayol to'liqlaydi. Mana shunday tutamiz. Endi davomliq mush shart bilan oldiga mangamsiz yoki qizlarga chiroqni o'chirib yetib qoldi davomlashtiraylik desak. O'g'illarda o'ziga kuchliq bir baxt tuyg'usi, baxt ko'z qarashi degandek bir hamda tanlash nishon bo'ldi. O'sha qizlarning o'ziga kuchliq tanlagan nishonlarga o'xshash. Ham mening o'zim kuchliq hamda shu nishon orzularim bilan mening tirishib hamda meningcha chiqdi deyman, hozirgi bu sahnada hamda ama bu sahnaga chiqish orqali qanday shu qizlardan bo'lsa adab qiyoqon, lekin bu meni xayolim sahnaga to'g'ri kelmadi degandek.
Ondaqda Çıxar deymanmi? biz siz tanlagan qizning kim ekanligini qizlarga deb bersak bo'lamdi. Bo'lamdi. Dastlabki qadamda siz ko'rib mush qiz bo'ladi deb o'ylagan qizning kim ekanligini oshkorlasak bo'lamdi. Bo'ldi, maxfiy qolsin. Maxfiy qolsinmi? Qo'shilganlar qo'l ko'taringlar. Qo'shilmaydiganlar qo'l ko'taringlar. Yo'q, balkim hamda shu mush chiroq o'chagil qizlanishida mandalar bo'ldi. Men yuritib saqlab qolsam, meni tanlamay qolsqanda bo'ladi debchi, ashna o'ylaydigan yana nurg'un qizlar bor. Kim biladi sen tanlagan qiz ol, naqashында o'ylab, "Ey, meni tanlamay qoladi" deb o'chirib etdimi? Ishqilib o'chirib etdimi? Odam degan 0.1001%lik mumkinchilik uchunmi tirish kerak? 0.1001%lik mumkinchilik uchunmi? Tirish baqay deb chiqqan. Sinab chiqishqa bo'ladi. Shuni yaxshi ko'rgan ekansan, mayli emasmi? Unda oshkorlandiq. Ya bo'ldi, oshkorlandi. Agitib akagantingiz. Ha, bo'ldi. Keyin oshkorlashni xohlamayotdi. Men topdim bo'ldi. Ba'zi bir maxfiyatliklarni oshkorlab olsak, menimcha u ya maxfiyatligi bodamga nisbatan. Ha. Xalqqa deymiz maxfiyatga oshkorlanib ketsa, balkim siz dodillacha shu qizalni oshkorlashni xohlasangiz, u qizmi balkim sizni tanlab qilishi, yana qaytadan sizni o'ylashib qilish mumkin emasmi? Ha, gandum deydigan Tungshin deydigan bir gap. Qo'rqma. Kim bildi bildi chiqib ketamsizlar deg'i. Qani, turdi deb bersin degichilar qo'l ko'taringlar. Mana? Ay, demak, ashar bir 10 qizvalning hammasi talab qilayotganda yana maxfiy qolsin desangiz, o'g'il boldachilik yotami bu? Yana bir qitim sinab yiqinga ta'lingizga qasa jep emas. Ha, demim sen shu ujaga yujurotgan joyni. Men bayatin deganim tushunmayapsa. Ashunda qizval deganning o'g'an boldan farq bo'ladi. Qani, undaq bo'lsa, qizlarningki talbiga binoan biz turdi tanlagan qizning suratini ekran orqali ko'ramiz. 8-numar. Mana. Men tanlag'iningizga rahmat. Lekin meningki endi tanlagan loyiqimga bo'lgan o'lchimim bo'yi 1.80 dan yuqori. Chunki mening xizmatim bilan munosabat bo'lish kerak-ku. Men astaxilqi o'zim usul o'qituvchisi. Ankin men bilan yurgan odamning usul qiziqishini, andan bo'yining egiz bo'lishini, andan siz 31 yosh kirdim dedingiz-ku. Mening tanlagan loyiqim mendan 1-2 yosh yoki 3-4 yosh cho'ng bo'lsam bo'ldi deb o'ylayman. Kechiring. Hech yo'q. Yengillab qoldingizmi? Maxfiyatlik deb aytishib ketgan bo'lsangiz, o'zingiz misol eg'ir bo'ladingiz. Yukchu qayda. Ichib etgandan keyin u yukka aylanmaydi. Oshkora bo'lib ketadi. Sizmi yengil, qarshi tarafmi yengil. Hozir hech kim meni o'sal ahvolga tushmadi. Siz faqat bir ko'rib, mush qiz chiroyli ekan deb tanladingiz. Sizning shartingiz bo'lganidek, u qizning sharti bor ekan. Shu tanlab baxtım deymanmi, tanlab hamda muqas o'qizalning menga qarta tanlashi borsa. Hech olmaganda bir qizni xushal qildim. Hech olmaganda 8 nomerli qizni bir xil shunda xushal qildim. Chunki shu 10 odamning ichida tanlanish degan bu qizval degan intan shurunshing bo'ldi. Ashundaq boshqalar oldida bir xil tanlanishni shunda yaxshi ko'rdi. Sen o hissiyat tushunmaysiz bo'ldi. Demak sen hech olmaganda bir qizni xushallik ato qila olding degan gap unda bosh gap emas. Mushton o'zimi nima desa, bir g'albang. Unda olgandan keyin bu hech qanday afsuslanadigan ish yo'q. Keyin shu sahnalar emas, har qanday yerda kavob yeb o'tib, tomoq yeb o'tib, ko'zing issiq ko'ringan qizlarga ifodalab bersang bo'laverdi. Uning rad qilish, rad qilmas, u o'zining dunyosi. Ammo sening demaslikning, ifodalanmaslikning bu degan bakchon ojizlik. Buni hargiz unutqanma. Bunda bo'ldi. Ammo shu sahnaga chiqish orqali yosh bolalarniki uyda kutib yotqanga emas, oldi qarab tirishqanga qizlarma ko'ngil bildi, uyda uxlab yotgan yigitlarni qizlarni yoqtirmaydi degan bilan chiqsam, balkim birisini tanlab chiqtaman yoki men quruq qolib chiqtaman, bir chiqish.
arzuyum bilan ish qilib, oxiri shu eng xo'shal bo'lgan yerim shu mishaga chiqib bir arzu. Bir kichik arzuyingiz bo'lsa amalga oshirdingiz. Bizmi xo'sh bo'ldik. Fikrlashdik, arzularingizni angladik. Bo'libmi, shirkatimni ro'naq topqizib, kengaytiraman degan arzuyingizni unutib qolmay, shu kasbiy musobaqangizda muvaffaqiyatga erishish yo'lida bel qo'yib atmang. Rahmat. Fatigilada bugun nayt yaxshi fursatda mana mas'uliyatchan turda inimizmi qizlar bilan o'zininki arzusi haqida ko'p paranglashdi. Endi mas'uliyatchanlik haqida gap bo'lganida shu oila a'zolarini tashlab o'tadigan mas'uliyatsizlarmi atrofimizda yo'q emas. Mushlar qanday jazo beriladi? Oila a'zolarini tashlab o'tish qilmishi deganda yashanganlarni, bolalarni kasal yoki mustaqil turmush kechirish iqtidori yo'q oila a'zolarini oldin xabar elish va beqish majburiyati bo'lgan kishiningki shu beqish ham oldin xabar elish majburiyatini ado qilmaslik qilmishini ko'rsatadi. Endi shu oila a'zolarini tashlab etib qilmishi qabih bo'lib ig'ir oqibat paydo qilganlarga qonun bo'yicha shu qilmish sodir qiluvchininki javobgarligi surishti qilinadi. Mas'uliyatsizlarmi hamon qonunning jazosiga, yomonligining jazosiga uchraydi ekan. Mana bugun naytdi amaliy shartlar bilan sahnaga chiqqan turdi, afsus oxirida quruq qo'l tushib ketadigan bo'ldi, lekin turdi yoshligida bir kichikkina bir abzas bo'lsa-mu o'ziga xos bo'lakni elchi sahnasida qoldirdi. Yana qayta sahnamizga yuzlanishingizni qarshi olamiz agar o'zingiz xohlasangiz. Chiqaman. Fatigilada endi o'sha hozir yoshlarniki masalan diba, choyxona, ashunday yerlarga qoramiga yetmaganlarni kirgizmaslik deydigan bir qonun bor deyman. Davlatimizningki quramiga yetmaganlarning huquqini qo'g'dash qonuni deb qonunimiz bor. Shu qonunda ham munosabatli belgilamalarda bu to'g'riliq belgilamalar aniq bor. Endi masalan shu diba degan yerlarga odatda shu masalan yeshi muvofiq kelmagan kirsa bo'lmaydigan, ruxsat qilinmaydigan bolalar kirsa bo'lmaydi. Undan boshqa shu diba ochgan yoki shu ko'ngil ichish so'rini ochganlarmi buningga alayda ko'ngil bo'lib, shularningki kirib qolishining oldini olsa bo'ladi. Bir-birimizga bo'lgan haqiqiy ko'ngil bo'lish, mehr muhabbat cho'nqurlashgan sari meningcha siz ansirayotgan ba'zi masalalar mal bo'lib ketadi o'ydim. Rahmat sizga. Rahmat. Xayriyat. Joy. Salam ko'rurmanlar. Bu elchi programmasiga chiqishga maqsadim bo'lsa, o'zimga umrlik amroh tepish maqsadida chiqqan. Afsus, quruq qo'l yetishgan bo'lsammi, o'zimniki jur'atli keldi chiqib, o'zimni bir qurbayon qilib o'talganimdan o'zim xushal hamda bo'lsa budo yana bir chiqaman. Shuğum chiqib yoki bo'lmay qolsa akalar qata chiqqan chig'imda birni cho'qim bo'ldi. Biz har bir so'zida axloqliq bo'lsa deb birinchi shartni qo'yib, kelgusi jo'risiga nisbatan o'zining arzusini ifodalagan, mas'uliyatchan, shirkat qurish arzusi kuchli bo'lgan turdi degan aqko'ngil yigitni sahnamizdan uzatdi. Quruq qo'l tushib ketgan bo'lsa-mu, lekin o'zining arzusini bayon qilib, bilmaganlarni Fatugildamdan so'rab, mo'l usulliq qaytdi. Qizlar, charchagan bo'lsanglar, endi dam olamiz. Hammanglarga Shinjang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkatidan degan ko'ngil sovg'asini hadiya qilamiz. Qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdorligini o'zgacha ta'minot qilib bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Shinjang cho'ng ustam yemeklik ishlab chiqarish cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni chach asrash, chach yuyish mahsulotlari sohasida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Shinjang Al-Xumar mablag' silish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Ondan boshqa programmamizni Shinjang Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati yaqindan yordam berib madad bo'lgan. Programmamizni Shinjang Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati ajri bilan ishlagan. Programmamizni kamera apchiqi orqali har vaqt ko'ra olasizlar. Kamera apchiqini tushirib olishni unutib qolmaysizlar.
Biz kelar hafta degan dal vaqtida ko'rishaylik. Ko'rishimsak hisob emas. Elchida siz qiziqadigan, anglashni xohlaydigan nurg'un hikoyalar bor, yoshlarning orzusi bor. Xayr do'stlar, omon bo'linglar. Men kuygan qiz boy akam